Amerikalik yozuvchi Louisa May Alcott tomonidan yozilgan Kichik xonimlar romani dunyo adabiyotining eng sevimli oilaviy asarlaridan biri hisoblanadi. Asar to'rt opa-singilning ulg'ayishi, orzulari, qiyinchiliklari va hayotiy tanlovlari haqida hikoya qiladi. Hikoya Amerika fuqarolar urushi davrida yashovchi March oilasi haqida. Oilaning otasi urushga ketgan bo'lib, ona va uning 4 qizi birgalikda hayotning turli sinovlarini yengishga harakat qiladilar. Ularning hayoti davomida do'stlik, muhabbat, yo'qotishlar, mehnat va oilaviy qadriyatlar sinovdan o'tadi. Ushbu asarda oila va yaqinlar birligi inson hayotidagi eng katta boylik ekanligi, mehnat, halollik va sabr orqali maqsadlarga erishish mumkinligi, mehr-oqibat va fidoyilik hayotni mazmunli qilishini ko'rsatishi yoritilgan. Kichkina xonimlar nafaqat yoshlar, balki kattalar uchun ham qiziqarli asar hisoblanadi. Agar siz samimiy oilaviy hikoyalarni, kuchli xarakterlarni va insoniy qadriyatlarni qadrlasangiz, Kichkina xonimlar siz uchun ajoyib tanlov bo'ladi.